Assalomu alaykum. Okalar ko'p turganlar dashni stoklarimiz bitib o'tdi. Inshaalloh bu zakasimiz YouTube'dan olgan zakasimiz inshaalloh uzunligi 2 metr bo'lib o'tadi. 10 kishilarga bir mazza qilib o'tiradigan joy edi bu. Hamma yoqlari rossiyskiy sasmiy qo'shdi bo'lib o'tadi. Inshaalloh chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Ko'p turganlar hamma yoqlariga haka bo'ldi. Suvarkalarga e'tibor beramiz. Suvarkalar ham nihoyatda chiroyli bo'lgan. Agarda shunaqa yaxshi sifatli ishlar kerak bo'lsa, albatta bizga aloqa chiqing, sizga ham chiroyli qilib beramiz. Albatta bu ishlar skameyka brendda bo'ladi. Biz yo'qotib qo'ymaslikka, podpiskadan bosib qo'ying. Mana suvarkalarga e'tibor bering. Hamma yoqlar mashina chiroyli bo'lgan. Laklari ham addushi ikisli lak beriladi. Tepasiga, peshonasiga gullarga e'tibor bering. Chuqur soyasiga. Buni tepasidagilarga ham brendini chiroyli qilib beramiz. Bizga aloqa chiqaringlar. Albatta sizlarni kutamiz. Ba'zi kachelarimiz bor. Kachelarimiz e'tibor bering. Tepasi lazerli milliy gullarimiz yig'ishtirilgan holati bo'ladi. Mana yerga telefonlarni qo'yadigan qilib chiroyli qilib tayyorlaganmiz. Tepasiga yog'ochli o'rnlar, elektron o'rnarni xohlasa, shunaqa sifatli ishlar albatta bizga aloqa chiqarasizlar.